Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hayajonlar bormi yo'qmi? Ozgina bor albatta, chunki 39-mavsum ochilishi. Keyin har yili ochilgandan ham bu safar boshqacharoq bo'lyapti. Sababi klass konsert bilan ochyapmiz. Xudo xolasa, o'ylaymizki, juda ham zo'r bo'ladi. Albatta, qolganlarga nisbatan sizda hayajon kuchli bo'lishi mumkin. Baribir birinchi tomoshani sizlar boshlab beryapsizlar. Endi Eng chiroyli bir qo'shiq bilan boshlab shu haqida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz. bu qo'shig'i o'zi yoshligimizdan eshitib, katta bo'lganmiz, qulog'imizga juda ham o'tirgan qo'shiq, yod olganmiz. Bu qo'shig'i aytishda, o'rganishda uncha qiyin bo'lmadi, chunki bu qo'shig'i juda ham ko'p eshitganmiz. O'ylaymizki, kelgan mehmonlarimizga ham juda ham yoqadi. Eng kerakligi bizda hamma narsa jonli. Jonli, albatta jonli. Spektakllardan parchalar, xudo xolasa, juda ham zo'r bo'ladi, sizlarga yoqadigan umid qilaman. Xo'p bo'ladi.